Tarixda sizlar meni iftixorimizga to'ldiradigan ishlar rosa ko'p bo'lgan. Shu o'zimizning zaminimizda Mavara un-Nahr markaziy Osiyoda bo'lgan bir ishni aytib beraman. Musulmon ummati binokorlikda ham, bunyodkorlikda ham juda ham pesh ummat bo'lgan, oldi ummat bo'lgan. Buxoro shahrida Mir Arab madrasasi bor. Bu madrasa 1536 yillar mobaynida qurilgan. 6 yil mobaynida. Buni asoschisi Abdulloh al-Yamani bo'lganlar. Yamandan asli bo'lgan aslzoda shahzodalardan bittalari Samarqandga Hoji Ahror Vali hazratlarining huzurlariga kelib shogird tushadilar. Hoji Ahror Valini huzurlarida ilm tahsil qilganlardan keyin u kishi vafot qiladilar. Vafotlaridan keyin u kishining o'g'illari bilan birgalikda do'st tutinishadi. Birodar tutinishganidan keyin Hoji Ahror Valining o'g'illari u kishini aytadilarki, endi Buxoroga borsangiz, ta'limni, ilmni o'sha yerda yoysangiz deb turib Abdullohga aytadi. Va o'zlari birgalikda kelib o'sha vaqtdagi Buxoro amiri Ubaydulloh xonga ularni birodar tutuntiradilar. Va ikkalari birgalikda dinni, xalqni xizmatiga bel bog'lashadi. Shunda Abdulloh al-Yamani Ubaydulloh xonga aytadiki, bir ish qilsak, bir go'zal holatda sadaqai joriya bo'lsin, taliblarga, millatga bir xizmat bo'lsin, bir madrasa qursak nima deysiz deydi. Xonga bu amirga yoqadi. Yoqqanidan keyin u kishi aytadilarki, mayli siz nima deysiz, shu o'sha siz ixtiyor qilgan ishni qilamiz deydi. Bo'lmasa men o'zim tanlayman deydi. Buxoro shahrida hozirgi Mir Arab Poykalon deydi, madrasasi joylashgan joyini aslidagi botqoqlik bo'lgan. Katta bir loylik, botqoqlik, qamish bosgan joy bo'lgan. Abdulloh al-Yamani o'sha yerda borib tanlaydilar. Shunda podsho, ana shu joy sizga ma'qulmi deydilar. Ha. Bu yerda ilohiy hikmat bordi, birodarlar. Bilasizmi nima edi? Mana xolislik. Musulmon ummati qanday bo'lishi kerak? Buxoro shahrida undan-da go'zal, tekis, ravon joylar bor edi. Lekin Abdulloh al-Yamani nima dedilar? Obod bo'lgan, barpo qilingan joyni vayron qilishlik musulmon ish emas dedi. Aksincha, barbod bo'lgan joylarda obod qilishlik musulmonning ishi. Biz mana shu botqoqlikda biz madrasa barpo qilamiz. Xalqqa ham, millatga ham, hukumatga ham, davlatga ham zarar bo'lmaydi. Foyda bo'lsa bo'ladiki, zarar bo'lmaydi. Ana shu botqoqlikda olamiz deydi. Musulmon ummatining andishasi shu bo'pti, birodarlar. Tayyor narsani buzmaydi. Tayyor joyga kelib o'tirib olmaydi. O'zi obod qiladi. O'zi hissa qo'shadi. O'zi yaxshilikka ravo ko'radi. Abdulloh al-Yamani o'sha botqoqlikka borib madrasa qurishni boshladilar. Madrasani qurishlikda uni loyihasi borasida bir necha bahslar boshlandi. Atrofdagi me'morlardan mana shu loyihani chizuvchilarga e'lon qilishdi. Birlari me'morlar olib keldi, loyihani ko'radilar. Abdulloh al-Yamani ko'radilarda qarasa 100 yil, 150 yillik hisobi olingan, ko'ngillari to'lmayapti loyihadan. Hech ko'ngillari to'ymayapti. Oxiri o'zlari majbur bo'ldilarda 2 rakat namoz o'qib, istixora namozi o'qib orom oldilar. Mana shu madrasani loyihasi bo'yicha Allohdan yaxshilik so'rab 2 rakat istixora namozi o'qib orom oldilar. Alloh taolo u kishini tushlarida go'zal bir narsani ishoratini berdi. Jannatda sayr qilib yurgan ekanlar Abdulloh al-Yamani. Jannatda yursalar bir bino ko'rsatildi. Bu binoni boshqa binolardan farqi qanday edi desa, bu bino shunday go'zal bino ediki, jannatdagi qasr. Shu qasrning ichidagi hujralarning soni 114 ta edi. Qur'oni Karimdagi suralar soni bilan adadi bir xil edi. Va mana shu jannatda barpo bo'lib turgan, ko'rinib turgan qasrni ko'rdida, Qur'onga monand qasr mana shu bo'ladi, ey Abdulloh deb turib o'sha yerda o'sha qasr ichi aylantirildi. Ko'rsatildi. Abdulloh al-Yamani hazratlari Uyg'urlardan turganlardan keyin Allohim o'zingga hamd bo'lsin, ta'limni o'zing berding dedi, me'morlarni chaqirib aytib turdilar. Tushlarida ko'rilgan o'sha 114 ta Qur'oniy suraga monand bo'lib turgan qasrni tarixini o'zlari aytib turdilar, me'morlar chizishdi. Bugun Mir Arab madrasasini borib ko'rsanglar, 114 ta hujrasi bor. 114 ta suraga moslangan shu. 114 ta suraning nomi shu Buxorodagi Mir Arab madrasasida turibdi. Endi qarangki, bu go'zallikni o'sha loyiha bo'yicha Mir Arab madrasasi qurilishni boshladi.
suralarni katta kichikligiga qarab hujralarning ham katta kichikligi belgilandi oyatga muvofiq. O'ylayapsizmi? Shu madrasa bizda turibdi Buxoroda. Buxoroda turibdi. Madrasaning qurilishi boshlangandan keyin Abdulloh al-Yamani bir necha shartlar e'lon qildilar. Me'mor bo'lib keladigan, usta bo'lib keladiganlar fiqhdan ma'lum bir darajaga yetgan bo'lishligi, shar'iy ilmda poklik nopoklikni puxta bilgan bo'lishligi va o'zi qilayotgan ishni fiqhini hukmini bilgan bo'lishligi kerak edi. Va ana o'sha yerda ustalarni har birlarini ahli ilm bo'lgan ustalarni jalb qilishib qurilish boshlandi. Qurilish boshlangan vaqtda har bir ishlar, har bir detallar oyat va hadisga muvofiq nima qilindi? Joriy qilindi. Mir Arab madrasasi qurilar ekan, Mir Arab madrasasini o'sha kiraverishda ba'zi bir rivoyatda o'rtasiga deydi, katta bir xum qo'yilgan. O'sha xumga Mir Arab madrasasini qurilishi uchun, xarajati uchun pullar solingan. O'shanda turgan u. Ustalar kelgan, kelishib gaplashilganda aytilgan, siz nima ish qilasiz? Men g'isht teraman. Qancha g'isht terasiz? 1000 ta g'isht teraman, 500 ta g'isht teraman. Xo'p, xizmat haqiqiy qancha? Masalan, men 500 ta g'ishtni faloncha narxga pul teraman desa bo'ldi. Ma'qul. Shunday kelishilgan, ahdlashilgan bo'ldi, hech narsa qilmagan. Endi ana usta nima qilgan desa, usta kelib o'sha 500 ta g'ishtini urib, o'zini haqqini o'zi olib chiqib ketgan, birov bermagan bu haqni. Omonatdorlik shunchalik bo'lgan. Nimaga o'sha haq o'rtaga qo'yib qo'yildi desa, Rasulullohning hadislari bor. Bir xodim agar xizmat qiladigan bo'lsa, o'sha xodimni tanasidagi teri qurmasdan haqqini berib qo'yish kerak, to'g'rimi? Usta bo'lsin, hammol bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, bizni xizmatimizga biror kishini qoyim qilib yolladikmi, shu xizmatda bo'lib turgan xodimni tanasidagi terisi qurimasdan turib uni haqqini ado qilish kerak. O'sha hadisga muvofiq o'zini terisi bilan kelib o'zini pulini olgan, qurimagan teri. Ustalar shunchalik o'zini haqqini olishgan shu bir Arab madrasasida. Mir Arab madrasasi. Mir Arab madrasasi qurilar ekan, kechqurun kunduzlari bilan ishlanilganda, kechqurunga borilganda ertalab turib ustalar uydan kelsa, yana bir ikki qator qo'shilib qolar ekan. Kechqurun 3-4 qator urilgan bo'lsa, kechgacha, ertalab kelsa yana 3-4 qator qo'shilib qolgan ekan. Bular qanaqa qiladi desa, ana o'sha ihsonini maxfiy qiladigan ustalar yuzlariga niqob bog'lab kelib kechasi bilan ishlab ketgan ustalar ham bo'lgan ekan. Bir so'm haq olmasdan tunda kelib, hech kimga aziyat bermasdan o'sha ishlayotgan joyini o'ziga sham chirog'ini qo'yib, qo'lidan kelgancha yuzini niqoblab, o'sha yerda madrasasining poydevordagi g'ishtlarni urib ustalar kelib ketishgan ekan. Shunchalik xolislik bilan qurilgan madrasa. Shunchalik xolislik bilan qurilgan bu madrasa. Madrasani yana bir go'zalligi shundaki, tashqaridan qaraysiz 2 qavat, ichkariga kirsangiz 4 qavat. Tashqaridan ko'ringanda 2 qavatga o'xshab ko'rinadi. Lekin aslida ichkariga kirib borib zinadan chiqarsangiz 4 qavat bor. Qur'oniy oyatlarning ham zohiriy ma'nosi bor, botiniy ma'nosi bor. Zohiriy ma'noni hamma ko'rishi mumkin, lekin botiniy ma'nosiga qachon shu Qur'onga sho'ng'isa keyin ochiladi u. Mir Arab madrasasi ham xunday edi. Tashqaridan ko'rsangiz 2 qavat, lekin asliyatini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta bu dargohga kirishingiz kerak edi. Ta'lim shundoq bo'lgan. Mir Arab madrasasini tashqi ko'rinishi bilan ichki ko'rinishining farqi shunchalik go'zal bo'lgan akalar. Bu Mir Arab madrasasini Abdulloh al-Yamani ustalarni xabar olib, holidan xabar olib yurar ekanlar, tekshirib yurar ekanlar. Bir kun bir ustani qarasa, betida loy turibdi. Indamadilar, ertasi kun kelsa yana o'sha usta betida loy bilan turibdi-da. 3-kuni kelsa ham betida loy turibdi, yuvilmagan. Abdulloh al-Yamani jinniga aqala qildilarda, u kishini chaqirdilar. Chaqirib keldilarda, "Birodar, siz namoz o'qimaysizmi?" dedilar. "Nimaga unaqa deyapsiz, hazrat?" dedilar. 3 kundan beri kuzatyapman. 3 kundan beri qarab turibman. Yuzingizda betingizga loy qo'ngan edi. 3 kundan beri shu loy turibdi. Bu degani betingizga suv yugurmadi degani. Deganda u kishi aytadilarki, Hazrat Ali usta, "Hazrat, bitta tahoratni 3 kun saqlay olmasak, qanaqa musulmon bo'ldik biz?" deydi. Agarchi bitta tahorat bizda 3 kun bo'lmasa, biz qanaqa musulmon bo'ldik deb aytganlardan keyin Abdulloh al-Yamani hali gapni eshitganlardan keyin yurib ozgina hech qancha muddat o'tmadi deydi, fursat o'tmadi deydi. Yo'q edi, qarasalar hali odam yo'qolib qolgan. O'sha yuzida dog'i bo'lib turgan odam ko'rinmay qolgandan keyin Abdulloh al-Yamani aytgan ekanlarki, Xizr ham kelibdi biz ishimizga degan. Xizr alayhissalomni ham aytgan ekan o'sha yerda.
Madrasamizni qurilishida Xizr alayhissalom ham shu yerda kelibdi deb aytgan ekanlar. Hozir bu gaplarimizni aytayotgan odamni sizlar men iymon ahllariga bu go'zal narsada, lekin ba'zi bir e'tiqodida buzilgan yigitlarimiz eshitib turgan bo'lsa, darrov mana shu narsaning boshqa narsaga burib yuborishadi. Men bir narsani omonatan aytib qo'yay, birodarlar. Omonatan aytib qo'yay. Bu shirk deydi, boshqa deydi, u deydi, bu deydi. E'tiqodingizni sofligini to'g'ri saqlash kerak islom ummati. Yana aytayapmiz. Biz iymon ahlimiz. Bizga berilgan ilm Xudoning huzuridan kelgan. Bu jismoniy narsa emas, birodarlar. Mana shuni his qilaylik. Biz iymoniy ummat bo'lganligimiz uchun aytayapmiz. Bu narsalar ertaga emas, boshqa ham emas. Bu narsani bilish uchun nima qilish kerak? Juda katta muhabbat, iymon bo'lish kerak. Faqatgina ko'rinishga qarab musulmonlikni da'vo qilib, ko'rinishga qarab turib hukm beradigan birodarlarimizga aytamizki, birodar, botiningizni go'zal qiling, ko'p narsa ochiladi. Ichki dunyoyingizni oching, Alloh taolo ko'p narsalarni beradi. Mana shu narsalar tarixda o'tdi. Mir arab madrasasida. Ko'rsangiz, Mir arab madrasasiga kirib borarkansiz, beixtiyor bir borganda kiringlar, birodarlar. Vaqt ajratib, pul xarajat qilib borishlikka arzish u yoqda tursin, haqli bo'lgan joy o'sha yer. Pul sarflab borish kerak o'sha yerga. Borib o'sha yerda bir orom bo'lsa, bir muddat bo'lsa ham o'sha yerda orom oling. O'sha yerda masjidi bor, 2 rakat namoz o'qing. O'sha tolibi ilmlar yurgan joylardan siz ham yurishga harakat qiling. Bir muddat bu dimog'ingizga, sizni burningizga o'sha dargohda changi qo'nsin. Iftixor bo'ladi shu. Sharaf bo'ladi shu. Nimaga bu gapni aytayapmiz? Yana aytayapmiz, birodarlar. Bu oddiy narsa emas. Bu rabboniy narsa. Bu ilohiy narsa. Bu narsani Alloh taolo shunaqangi bir go'zal ummat Muhammadiyaga berganki, iftixor qilishdan boshqa narsamiz yo'q-da. Mir arab madrasasiga kirarkansiz, har qanday g'am-g'ussangiz bo'lsin, Allohga qasam ichib aytaman, o'sha yerga boring, xotirjam bo'lasiz. Bir kirib ko'ring. Orom olasiz. Bir necha rivoyatlar bor. Mir arab madrasasini o'ziga xos bo'lgan shabbodasi bor. Shabbodasi bor. Kirsangiz, yozda sovuq, qishda iliq esadi shu shabboda. Yozda kirasiz, tashqariga chiqsangiz tandirdek qizib yotibdi. Shu dargohga qadam bosib bir kiring, shunday nasim shaboda esadiki, rohat olasiz. Qishini ko'rsangiz shunaqangi ayoz bo'ladiki, burnlaringizni achishtirib oladi yurganingizda. Lekin shu dargohga bir kiring, dimog'ingizga shunday iliq havo uradiki, olayotgan nafasingiz jismingizga rohat bo'lib ketadi. Bir arab madrasasini mana shunday o'ziga xos fazilati bor. Shu bilan ish bitdi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Hujralarda tartibida, joylashuvida shunday go'zal holatda yo'lga qo'yilganki, bitta hujrani istasiz, 3 ta hujra isiydi. Bitta hujrani, chunki o'sha pechi shu darajada qurilganki, pechdan chiqayotgan issiqlik qo'shni hujralarni ham isitdi va tepadagi hujrani tagidan o'tib ketgan. To'pli pollar o'sha vaqtda bo'lgan. Biz endi usul bilan qilyapmiz. O'sha paytda o'sha olovdan chiqayotgan issiqlikni isrof qilmaslik uchun o'sha vaqtda o'zida to'pli pol qilib qo'yishgan o'sha yerda o'zida. Pastdagi hujra ovqat qiladi, tepadagi hujra suvuradi. Poli issiq turadi. Yana bir go'zal narsasi bor. Abdug'ofur domla aytgandilar, bugun hayot shu kishi. Shu arab madrasasini jonli tarixi Abdug'ofur domla, qozi domla borlar. Alloh salomat qilsin ustozimizni. Allohu Karim, Markaziy Osiyodagi sanoqli zotlardan bittalar shu kishi. Alloh umrlarini uzoq qilib tursin. Ustozimizni shu darajada bir Xudo uchun yaxshi ko'ramiz. Borgan odamlar albatta shu zotni ziyoratini qilinglar. Duolari mustajob bo'lgan zotlardan shu kishi. Abdug'ofur domla aytib bergandilar. Bir arab madrasasi shunaqangi bir go'zal qurilganki, mana shu hujralarda yoqilgan olovni tutuni shundan ham muoqilona foydalangan. Nima edi desa, o'sha yoqilgandagi tutun chiqib, borib bitta hujraga borib, o'sha kuyindisi to'planar ekan, qora kuyindi bo'lib. Eng yuqoriga borib, ana o'sha qora kuyindini deydi, ohistalik bilan terib olinib, o'sha yerda o'ziga xos bo'lgan ishlov berilib, talabalarga siyoh qilingan deydi. Talabalarga siyoh qilingan deydi. Birodarlar, 500 yil oldingi gapni aytyapmiz biz. Bir arab madrasasida bo'lgan gapni aytyapmiz. Bir o'ylab ko'raylik, bir his qilib ko'raylik. Bir arab madrasasini Alloh taolo shunaqangi fazilat bilan siylaganki, sog'inasan odam. Odam mushtoq bo'ladi bu dargohlarga. Bedapoyani imomlari, Hazrat Ali masjidining imomlari Salohiddin domla borlar. Bugun shu kishi biz bilan jamoatimizda mana shu Toshkent shahrida xizmat qilib turibdilar, Salohiddin domla. Ko'pchilik bilanlar. Shu kishi aytadilar. Ziyoratlarga borganimizda domla esdalik qilib aytib bergandilarki,
Men madrasada mudir edim. 92-yilda gaplari, 91-92-yilda gaplari. Talabalar juda ko'p. Shu talabalarning ichida bir g'avg'o ko'tarilib ketdi. Nima edi desa, talabalarni ovqat zahirasi tugabdi. Madrasa endi bundan keyin ovqat qilib bera olmas ekan, Ramazonda hammaga javob berar ekan degan gap qo'zg'alib ketibdi deydi. Hamma deydi ketishga tayyorgarlik ko'rib olgan deydi. Hamma o'zini kayfiyatini Ramazonda o'qish bo'lmas ekan deb shuni g'avg'o ko'tarilib ketibdi. Salohiddin domla deydilar, hammani to'plab men mashvarat qildim deydi. Ya'ni majlis qilib, talabalar rizqni qayg'usini sizga emas, Alloh o'zini zimmasiga olgan. Siz rizqingizdan g'am chekmang. Bu dargohlar Alloh taolo siylagan, ne'matlagan dargoh. Siz ilmingizni, talabingizni qilavering. Ramazonda 1 soat emas, 1 daqiqa ham o'qish to'xtamaydi, hamma o'qishini o'qiydi dedilar. Allohning ilmida hamma bardavom bo'ladi. Siz rizqingizdan qayg'urmang. Uni qayg'usini yeb qo'ygan zot bor dedimda, maylisga qilib ichkariga kirdimda kayfiyatim tushdi deydilar. Haqiqatda minglagan talabani endi ozuqasini o'ylab ko'ringda, qancha narsa ketadi. Kirib o'tirsam deydi, kotibim eshikni taqillatdi deydi. O'sha nimada hujradagi qori yigitlardan bittasi. Sizni bir kishi kelibdi, anaqa gaplashgani deganda kiring dedi. Kirsam deydi, chaqirsam deydi, bir jussasi pachoqqina, bir kichkinagina odmi kiyingan bola odam kirib keldi men oldimga deydilar. Kirib keluvdi, shundan keyin u kishini deydilar, domla aytadilar. Xolis aytaman bolalar deydi. Men simabman deydilar. Domla aytadilar. Nazar pisand qilmabman deydilar-da. Endi shu oddiy duo so'ragan odamlardan bittasi kirib keldi deb o'ylabman deydilar. Shu odam kelib dedi, oldimga o'tirdi. O'tirgandan keyin hazrat yaxshimisiz deb salom alayhi qildi. Ha, jinni talabalarga ihsonimiz bor edi. Alloh qabul qilsin. Mayli. Deb hali kotibni yana chaqirdim deydi. Chaqirib akani ihsonlarni olib qo'yinglar deb. U kishi o'ylabdilarki, endi bir xo'rozmi, bir narsa olib kelgan deb o'ylaganlar endi u kishi. Qabul qilib qo'yinglar deb aytdim deydilar. Hali kotib deydi, chiqib ketib deydi. Bir ancha muddat o'tgandan keyin keldi-da, kallasini likillatib, boshini likillatib kirib keldi deydi. Ha, tinchlikmi? Hazrat, muammo yechildi. Ustoz, muammo yechildi. Ha, tinchlikmi? Haligi odam bor-ku, ha, 1 oylik Ramazonda nimasini ro'zg'orini tashab ketdi bizga deydi. Katta bir zilli oziq-ovqat qilib tashab ketgan ekan shu odam. Orada qancha fursat o'tdi deb o'ylaysiz? 20 daqiqa ham o'tmaganda. Domla chiqib talabalarga aytayapti, rizq Allohning kafili, bu dargohlarni Alloh taolo o'zi siylab joriy qildimi? Sizlar xotirjam bo'ladi, kirib xonaga kirib o'tiryaptilar. Allohning elchisi kirib kelyapti. Allohning askari kirib kelyapti. Kirib kelib ham oddiy askar emas-da u. Shunday katta bir askar ediki, 1 oylik minglagan talabani 1 oylik saharlik va iftorligini ro'zg'orini bitta o'zi sekin tashab chiqib ketyapti. Shu yurt, shu vatan, shu zaminda bo'ldi shu ishlar. Shu siz bilan biz ichimizda hayot bo'lib turgan zotlarning hayotida bo'ldi shu ishlar. Islom ummati, biz musulmonlar shunaqa ummatmiz. His qilaylik, iftixor qilaylik, yashab turgan zaminimizdan ozgina faxrlanaylik. Mana shu zaminni ko'zimizni qorachiqdek asrashga harakat qilaylik. Bir arab madrasasi bugun dunyo hamjamiyatiga minglagan, 100 minglagan o'zini talabalari bilan hissasini qo'shdi. O'zbekiston tarixidagi hamma muftiylar bir arabdan chiqqan. Eshon Boboxon ibn Abdulmajid xon, farzandlari Ziyovuddin xon ibn Eshon Boboxon, u kishining farzandlari Shamsuddin muftiy hazratlari. Ana undan keyin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari. Ana undan keyin Muxtorjon domla muftiy hazratlari. Ana u kishidan keyin Abdurashidxon Bahromov muftiy hazratlari. Ana u kishidan keyin Usmonxon Alimov hazratlari. Ana u kishidan keyin bugungi kunda xizmat bo'lib turgan Nuriddin domla muftiy hazratlari hammalari mur arab talabalari. Bundan tashqari hozirgi kunda faoliyatda bo'lib turgan Kavkaz orti musulmonlarning oliy shayxi hisoblangan Alloh shukr Poshshozoda ham bir arabda o'qigan. Chechenistonning sobiq prezidenti Ahmad Qodirov, bugun Ramzan Qodirovning otasi ham bir arab madrasasida o'qigan. Va bir qancha Markaziy Osiyo xalqlari, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston yurtlardan kelgan aksariyat muftiylar va qozi kallalarning aksariyati bugungi kunda xizmatda bo'lib turgan aksariyatlar bir arab madrasasining tolibi ilmlari. Biz baralla ayta olamiz, dunyo hamjamiyatiga, dunyo islom ummatiga o'zini munosib toliblari bilan, munosib talabalari bilan hissa qo'shgan bir arab madrasasiga haqlimiz biz hammamiz. Haqlimiz. Fozil qori aka
Yosin o'g'illari Mir Arab madrasasining talabasi. Rahmatulloh Qoraka Obidov Mir Arab madrasasining talabalari. Bugungi kunda Rahmatulloh Termiziy domlamiz Mir Arab madrasasining talabalari. Mana shu joyda xizmat qilib o'tgan, hozirgi kunda xizmatda bo'lib turgan Rahimberdi domla Mir Arab madrasasining talabasi. Sanasak juda ham ko'p sanoqlar bor. Bugun dinimizga, xalqimizga munosib xizmat qilib turgan farzandlarning aksariyatlarini beshigini tebratgan Mir Arab madrasasi bo'ladi. Alloh mana shunday dargohlarni hammamizga bardavom qilsin. Eng qatag'on yillar bo'lib turgan, nigohida Alloh degan narsani ko'rganda qamalgan zotlar bo'lgan paytda ham Mir Arab madrasasi faoliyati to'xtamadi. Nigohida Alloh degan surat chizilib qolganlardek bo'lgan, qama bo'lgan paytda Mir Arab madrasasini Alloh taolo faoliyatini to'xtatmadi. Shunday zaminni, shunday makonni, shunday vatanni farzandi bo'lishligidan iftixor qilamiz. Alloh taolo hammamizni yaxshiligida bardavom aylasin.